Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 23 fevral kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. 1 AQSh dollari 12.212 so'm 79 tiyin bo'lib 43 so'm 38 tiyinga qimmatladi. 1 yevro kursi 14.411 so'm 9 tiyin bo'lib 51 so'm 19 tiyinga qimmatladi. 1 Rossiya rubli 159 so'm 52 tiyin bo'lib 57 tiyinga qimmatladi. 1 qozoq tengesi 24 so'm 88 tiyin bo'lib 9 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Markaziy bank.